Bir jahon xabarlarini o'qib o'tirganimizda bir yangilikka ko'zimiz tushdi. Unga ko'ra, jahonga bir mashhur aktrisa 53 yoshida vafot etdi degan. Bizga vafot etish qiziq emas. Bizga nimadan vafot etgani, nega vafot etgani sababi qilib ko'krak bezi saratoni ko'rsatildi. Shu o'rinda bizga bir g'oya qilib shu videoni qilishga turtki bo'lib xizmat qilgan narsa, bizani jamiyatimizda juda ko'pchilik insonlar o'z-o'ziga, ayniqsa ayollar bee'tiborligi, juda ko'p dardini ichiga yutishi, hech kimga aytmasligi yoki nima qilishni bilmasligini bilgan holatda shu videoni qilishga qaror qildik. Bir narsani to'g'ri tushunishga harakat qilish kerak. Hamma jarayon oddiylikdan boshlanadi. Avval yallig'lanish bo'ladi, davolanmaydi, og'riq bo'ladi, davolanmaydi. Boshlanishida oddiylikdan boshlanadi. Fibrozni, kistozni, keyinchalik uje rakka o'tib ketadi. Ko'krak bezi saratoniga o'tib ketadi. Xo'p, nima qilish kerak? Bir narsani to'g'ri tushunish kerak. Xulosa qilish kerak. Holatda, har qanday holatda. Birinchi qiladigan xulosamiz bu o'zimizni sog'lig'imiz uchun o'zimiz kuyishimiz kerak. Oddiy profilaktik ko'rik degan narsa bor. Borasiz, ko'krak bezini o'zida qilasiz, o'zida natijasini bezovta qilsa qilmasa mutaxassisga ko'rsatasiz. Yaxshi bo'lsa, umringiz uzoq bo'lsin. Bo'lmasa, uni oldini olish kerak, davolash kerak. Eslatma maqsadda qilingan video bu. Shuning uchun sizlardan iltimos, maksimalni tarqatishga harakat qilinglar. Negaki kimgadir, balki kimnidir umrini uzaytirishga sababchi bo'lib qolish ehtimoliz baland. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Sizlar bilan doktor Kamilov. E'tibor uchun rahmat.